Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qısqan qarşı alınız. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Şivisiya Tashqi İşləri Ministerligiga Şərq Türkistan üçün bir neçə türlük tələbni o'tirg'a qo'ydi. Xitoyning chetga echilgan Zuani CGTN xabar to'rining 14 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Şivisiya Tashqi İşləri Ministeri 16 va 17 oktyabr kunlari Xitoyni ziyorat qilmoqchi bo'lgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Shvetsiya Tashqi ishlar ministerligidan Sharq Turkiston uchun bir necha turlik talabda bo'linib, axborot e'lon qilib mundaq dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Shvetsiya hukumatini 2025-yili 10-oyning 16 va 17 kunlari Xitoy bilan bo'ladigan diplomatik uchrashishda Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlariga qaratayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi qat'iy va prinsipliq pozitsiya tutishga chaqirdi. Shvetsiya hukumati kishilik huquq, erkinlik, o'z taqdirini o'zi belgilash va mustamlikadan qutulish masalalarida tarixdan buyon kuchlik mas'uliyatni ustiga olib kelgan davlat bo'lish sifati bilan bu jinoyatlarga qarshi turishdagi axloqiy va milliy mas'uliyatini o'z ustiga olishi kerak. Irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilayotgan tajovuzchi hokimiyat bilan bo'lgan har qanday aloqa adolat va javobgarlik qimmatlarining badaliga bo'lmasligi kerak. 2025-yili 12 oktyabr kuni Xitoy Xalq Cumhuriyatining Sharq Turkistonga qurolli tajovuz qilganligining 76 yillik xotira kuni. Shundaqla Sharq Turkistonni atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoniga aylantirib olib, qurolliq ishg'oliyatini qonuniylashtirmoqchi bo'lganligining 70 yilligiga to'g'ri keladi. Bu yillar Sharq Turkiston xalqlariga qartilgan zulm, kültürünü depsençilikka uçurtuş, zo'ravonlik va sistemlik yo'qotish siyosatining davomini aks ettirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Shvetsiya Tashqi ishlar ministri Mariya Malmer Senergardga tuvandagi masalalarni Xitoy kotiboshlariga aytishni talab qiladi. Birinchisi, turlik nüfusni azaytish maqsadida elib berilayotgan Sharq Turkiston ayollarining majburiy tug'mas qilinishi. Ikkinchi, Türk kültürünü ve kimlikini yo'qotish uchun 1 milliondan ortiq Uyg'ur va Türk xalqining bolalarining majburiy assimilyatsiya qilinishi. Uchinchi, millionlagan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining atalmish tarbiyalash maqsadida jazo lagerlariga qamalib tutib turilishi, qiynash va majburiy emgakka selinishi. To'rtinchi, ichki va xalqaro ta'minlash zanjirida ishlatilayotgan majburiy emgak bilan bog'langan ishlab chiqarish sistemasi. Beshinchi, yilda necha 10 ming yosh Uyg'urning organlarining elinish sababidan hayotidan ayrilishi. Oltinchi, Türk tili, kültürü ve dini e'tiqodining sistemlik bostirilishi. Yettinchi, chet eldagi Sharq Turkiston faoliyatchilari, muxbirlar va akademiklarga qaratilgan Xitoyning josuslik harakati va davlat xalqiga ziyonkashliklari. Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin raisi, Shvetsiya fuqarosi doktor Sayragul Savutbay, Shvetsiyaning mustamlika zulmi va irqiy qirg'inchilikqa qarshi tarixiy shundoqla axloqiy nuqtadan taqobil turish mas'uliyati bor. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari sistemlik etnik tozalash va kültürünü depsend qilish siyosatiga duch kelmoqda. Minister Malimem Senergard bu jinoyatlarni rasman ayblashi, majburiy tug'mas qilib etish, bolalarni oilasidan majburiy ayirib etib yig'ib olish organlariga qamlashi, to'plum a'zolarini tutqun qilish va majburiy emgak selish qatorliqlarni to'xtatishni talab qilishi. Shundaqla xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi orqali adolatni qo'lga keltirish tirishchanligimizni qo'llashi kerak. Mustamlika qirg'inchiligi oldida sukut qilish uning bilan sherik bo'lish bilan barobar, dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Shvetsiya hukumatidan tuvandagi ishlarni murojaat qiladi. Birinchi, Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchilikni oshkora ayblashi. Ikkinchi, Xitoyning qonunsiz mustamlika ishg'oliyatini ayblab Sharq Turkistonni ishg'ol ostidagi davlat sifatida rasman e'tirof qilinishi. Uchinchi, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning ziyonkashligiga qarshi turib, adolatni kafolatlantirish uchun Rim nizomnomasiga a'zo davlatlar majlisida Sharq Turkiston masalasini o'tirg'a qo'yishi va qo'llashi. To'rtinchi, Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatida majburiy emgak bilan munosabatlik mallarning adolat va kishilik axloqqa zid ekanligini oshkora ko'rsatishi. Beshinchi, Xitoyning Shvetsiya va diasporadagi Sharq Turkistonliklarga qaratilgan davlat alqagan josuslik va bostirish faoliyatlariga qarshi pozitsiya tutishi. Oltinchi,
Shvetsiyaning diplomatik siyosatida kishilik huquq va erkinlik prinsiplarini ilgari surib, irqiy qirg'inchilik sodir qilayotgan hokimiyat bilan davomliq aloqa qilishning qabul qilinmaydiganligini aniq bildirishi. Shvetsiyaning bu masalalardagi qat'iy pozitsiyasi o'zining tarixiy qadr-qimmatlariga varislik qilishni aks ettirdi va irqiy qirg'inchilik, tug'mas qilib etish, bolalarni ayirib yig'ib olish, keng ko'lamda tutqun qilish, majburiy emgakka selish, shundaqla kulturni dafsanda qilish qilmishiga qarshi kuchli signal beradi. Hukumatning mazkur bayonoti xabar nida to'rida 15 oktyabr kuni tafsiliy xabar qilindi. Xitoyning Zuani yer shari vaqt xabar to'rining 17 oktyabr kunidagi xabarda aytilishicha, Xitoy diplomatiya ministri Wang Yi payshanba kuni Beijingda Shvetsiya tashqi ishlar ministri Maria Malmström bilan ko'rishib, ikki tarafning bir-birini raqib emas, balki sherik deb qarashi va ixtilof ustidagi hamkorlikni oldingi o'ringa qo'ygan hamkorlik usulini saqlash kerakligini ta'kidladi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi Wang yana Shvetsiyaning mustaqil strategik tafakkur va ikki taraflik munosabatini taraqqiy qildirishda uzun muddatli ko'z qarashni qo'llashini umid qilganligini bildirdi. Wang Shvetsiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo asosli davlat va Xitoy Xalq Cumhuriyati bilan diplomatik munosabat o'rnatgan tunji g'arb davlati bo'lishidagi rolini, ikki davlat munosabatining yaqinqi yillarda o'ngishsizlikqa duch kelganligini, o'zaro ishonchni asliga keltirish uchun yuzturani aloqa qilishning lozimligini ta'kidladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Turk davlatlari xaritasining orasida Sharq Turkiston xaritasining bo'lmaganligini aybladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning imzosi bilan 10.476 nomerli qarorning ro'yiga asosan Turk irqidagi chet elliklarning Turkiyada kasb va san'atlarini erkin qilishiga ruxsat qilishga doir boshqarishga o'zgartish kirgizishga qarata belgilama yo'lga qo'yilgan bo'lib, 2026 yili 10 oktyabr kuni rasmiy gazetda e'lon qilingan. İctimai axbaratda o'rtoqlashgan belgilamada Türk davlatlarining xaritasi yonma-yon qo'yilgan. Xaritaga Sharq Turkiston tushirilmagan. Sharq Turkiston surgunda hukumati 14 oktyabr kuni buningga e'tiroz bildirib, Sharq Turkiston turklarning ona vatani, turk madaniyatining beshkidir. Turkiya Cumhuriyeti raisi Recep Tayyip Erdo'g'anning imzosi bilan 10.476 nomerli qarorning ro'yiga asosan yo'lga qo'yilgan belgilamadagi xaritaga nima uchun Sharq Turkiston kirgizilmadi? Yoki bu qaror Sharq Turkistonni o'z ichiga olmamdi? Aloqador o'rinlar tushuncha berish kerak dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining mazkur e'tirozi Tamg'a Turk xabar to'rida 14 oktyabr kuni xabar qilindi. Dushmanga do'st bo'lganlar bizga do'st bo'la olmaydi. Biz ishg'olchi emas, aksincha ishg'olchilarga qarshi milliy mavjudligini saqlamoqchi bo'lgan buyuk bir millatning a'zolarimiz. Kashki vatanimizni besib olganlarga qarshi kurashlarimizga aralashib olganlar, to'sqinlik qilayotganlar vijdonli millatlardan chiqmagan bo'lsa, bizning bu ko'rishimiz iymonimizning timsolidir. Qo'rqoqlik bizga yot bir hukmdir. Yo'limiz aniq, g'oyamizmi ham aniq va ochiq. Milliy g'oyamizdan voz kechganimiz dushman bilan birlashganimizga barobar. Vatan ichi va sirtidagi yurtdoshlar va kurash yo'lidagi qarindoshlarimga deydigan oxirgi so'zim muqaddas g'oyamiz uchun hormay talmay oxirigacha xizmat qilish, qaysiz va sharsiz holda vatan millatning mustaqilligini kapolatga ega qilish yo'lida ilgirkidanmi bakrak qutlug' bir shaklda mo'rini mo'riga tirab atlanishdir. Sharq Turkiston turk vatanidir. Uning ismiga loyiq bir davlat bo'lish uchun astoydil xizmat qilmoq barchamizning zimmasidagi burchdir. General Mahmud Mo'yti apandi 1938 yili. Sizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.